10-masala. Qaysi birikmalarda fosfor 3 valentli hisoblanadi dedi. Demak, ko'rinib turibdi, birinchi birikmamizda fosfor 5 valentli, xlorning valentligi xloridlarda 1 bo'ladi. Demak, 5 xato 1 ni olmaymiz. Ikkinchisida 3 valentli fosfor 3 xlorid bo'ladi, 2 ni olamiz. Uchinchisi oq fosfor P4, mana bunisi 5 valentli, buni ham olmaymiz. Demak 2 bilan 3 bo'lar ekan deyishimiz mumkin, lekin mana bu yerda faqat 2 degan javobim bor. Mana shu yerda abituriyent adashadi. Mana buni strukturasini bir eslaylik. 8-sinf fosfor mavzusida berilgan fizikaviy xossalarida jadvalda strukturasi quyidagicha, ya'ni 4 ta fosfor mana shunaqa ko'rinishda birikadi. Ya'ni bu bilan bu, bu bilan bu, bu bilan bu, bu bilan bu. Lekin qolganlari ham bir-biriga yopish kerak. Ya'ni valentligi bunaqa bo'lmaydi. 2 valentli bo'lmaydi. Mana bu bilan bu va bu bilan bu birikadi-da. E'tibor beradigan bo'lsak, har bir fosfordan 3 ta qo'l chiqib ketyapti mana. Har bir fosfordan 3 ta, har bir fosfordan 3 ta, 3 ta, har biridan 3 tadan chiqib ketyapti qo'l. Demak, oq fosforda valentlik 3. Demak, to'g'ri javob faqat 2 emas. A javob 2 bilan 3 olinadi.